Yillar davomida qishin yozin farzandlaringiz shamollayapti. Antibiotiklar olib farzandingiz va o'zingiz charchab ketdingiz. Mana birodarlar, tabiiy yechimi. Buni nomi klyukva mevasi. Boshqa davlatlardan keltiriladi. Barcha mana savdo rastalarida mavjud, supermarketlarda ham, ziravorchi attorlarda ham bor. Qarang birodarlar. Bolangizmi, farzandingiz yoki o'zingizni nafas yo'llaringizda va buyrak, qovoq, peshob yo'llaringizda infeksiyalar, shamollashlar bo'lsa, mana shu klyukva mevasini 100 yillik 200 grammini olib ezib maydalaysiz va 1 kilo 1,5 kilogramm toza asalga qo'shasiz. Yarim yoki 1 choy qoshiqdan 2 mahal iste'mol qilasiz. Agarda arterial gipertenziya kasalligingiz bo'lsa, ya'ni qon bosimingiz visokoy davleniya darajasiga ko'tarilib ketayotgan bo'lsa, o'zini 1 choy qoshiq yoki 2 choy qoshiqdan 2-3 mahal iste'mol qilasiz. O'zini faqatgina. Qarafsizki, juda yaxshi bir davolash xususiyati bor, qonni suyultirib beradi. Faqatgina oshqozon ichaklarida o'tkir yallig'lanish va gastritlar mavjud bo'lganida bu mahsulotni shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda qo'llang. Qon bosimiga esa asalga aralashtirilmagani, ya'ni asalga qo'shilmagani o'zi iste'mol qilinadi. Infeksiyalatsiya kasalliklarga bo'lsa, mana bakteriya, virus, infeksiya bor, nafas yo'li yoki peshob yo'lida. Unga asalga qo'shib, chunki bu qon bosimini tushirib berish xususiyati mavjud. Ichki o'tkir qon ketish kasalliklarida esa hali yuqorida aytganimdek shifokoringiz bilan maslahatlashgan holda qo'llaysiz. Ayollarda sistit ham bemalol mumkin. Juda ham zo'r bir davolash, infeksiyalarni o'ldirib yo'qotib yuborish xususiyatiga ega mahsulot, tabiiy immunitet ko'tarib beruvchi va undan tashqari multivitamin bu, do'stlar. Xullas, videorolikimiz agar ma'qul tushsa, bitta like chani gumillatamiz va obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xullas, barchangiz sog' salomat bo'ling.